onasi bor birodarlarga iltimos, ota onani hurmatini joyiga qo'yib, qarib qolsa yonida bo'lib, ona qarib qolganda, ota qarib qolganda endi yashaveradi-da, mana nonini olib borib beryapman-u demaslik kerak ekan. Har kuni iloji bo'lsa bir marta, ikki marta xabar olish kerak ekan. O'sha jannat shu onalarni poyida deydi. Iloji boricha hurmatini joyiga qo'yib duosini olish kerak ekan. Hali men har to'ylarda gapiraman, bolalarni ushlab olib, ota-onangni iloji bo'lsa aldab turib oyoqlarini